Boshida men bilmay Samarqandlikman Abdulloh bordi. Ma'ruzasini eshitib qo'ydim. Endi hozir eshitganimga afsuslanib yuribman. Sizlarni ham shu eshitmaslikka tavsiya qilaman. Men Tursunboyev Habibulla Karimovich Keles avdanida Chuqursoy mahallasida tug'ilganman. 2025-yil o'zingizlar bilasizlar, 3 ta bola qamalishga sabab bo'ldi. Qamalishlarga sababchi shu Sodiq Samarqandiy, Yusuf Davron, keyin Abdulloh Sifar shularni kalmalarini, videolarini tarqatishib, shularga nima qilgani uchun ular qamalishdi. Hurmatli birodarlar, mahalladoshlar, yoshlar, kattalar, shularni ergashmasdan mana o'zimizda masjid imomlari bor, katta masjid imomlari bor, o'zimizda kichkina masjid imomlari bor. Shularni aytganiga quloq solib, shularning orqasidan yurishga hammamizni bir qilaylik. Hurmatli birodarlar, biz farzandlarimizni chet ellarga jo'natishimiz shart emas. Bu yoqdagi hujralar o'qitayotganlar, ular hujralarni boshqarayotganlarni bilmaymiz. Ular terrorizmni nimaga chaqirayotganligini. O'zimizda bor, madrasalar bor, Sarg'ashda bor, Nur Muborak madrasasi bor, yo'q ham chaqirishyapti. O'zimiz ham o'qitamiz, chaqirishyapti. Iloji boricha shu o'zimizdagi Qozog'istondagi madrasalarga, masjidlarga o'qiydiganmiz, shoxlab bergan yaxshiroq. Boshida men bilmay Samarqandlikman Abdulloh bordi. Ma'ruzasini eshitib qo'ydim. Endi hozir eshitganimga afsuslanib yuribman. Sizlarni ham shu eshitmaslikka tavsiya qilaman.